o'sha nima bo'lgani hammasini aytib berasiz. Xo'p, ochib qo'ydim. Xo'p, assalomu alaykum. Asqarov Ravshanbek 08/06/26-yili bizga ko'rikka kelishgan. Biza 4-bosqichli steroz, portalniy gipertenziya, taloq kattalashishi, trombositopeniya, qorinda suv, necha litr suvingiz bor edi? 4,5 litr suv, qon kamligi va buyrak yetishmovchiligini boshlanish belgisi bor edi. So'roq belgisini qo'yib qo'ydim. Reanimatsiyada lecheniya olsin, gematolog ko'rsin va transplantologga oldiga borib jigar ko'chirib o'tkazish maslahat qilsin o'zim, to'g'rimi? Yana bu lecheniani yozib berganmiz. Mana shu 4 kurs lecheniani olishdi. Bugun holatingizni olaveraymi o'zingizdan ko'rinishingizni? Olaveraymi? Mana shu Ravshan aka bo'ladi. Olursun. Olaversin. Mana ko'rinishlari, ko'rib turganingizdek, holatlari juda yaxshi. Holatlari yaxshi. Suvlari ketgan hozir ayni vaqtda. Hop. Hozirgi holatlari mana 4,5 litrdan 1 litr 300 gram suv bor. Taloqlari 2,5-3 sm kichraygan. Mana bu oldingisi, mana bu bugungisi. Taloq oynalari ham kichraygan. Endi bularniki surunkali kasallik bo'lganligi uchun tabiiyki 1 oyda tuzalib ketish kafolatlanmagan. O'zi tuzatish ham juda qiyin. Lekin siz lecheniya olib foyda ko'rdingiz. Ya'ni ko'rsatishlar birmuncha ortga qaytib, yaxshi tarafga qarab o'zgarayotgani bu juda ham kattakon yutuq. Mana bu kinayim bilan mana bu Ravshan aka. Hop, aytib bering endi nima bilan bo'lganini boshidan aytib bering. Siz hozir butun bir O'zbekistonni, faqat O'zbekiston, butun dunyo eshityapti. Shifo topganingizni, yaxshi bo'lganingizni gapirib bering. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan edim. Serog'i o'zimizga lecheniya olardim. Shu lecheniyasi 1 oyga yetmas edi. Yana takrorlab yana boraverardim. Vazifasi yo'q edi. Keyin siz tufayli nimada ko'rib, telefonda ko'rib, sizni eshitib havoda keldi. Xudo xolasa mana 4,5 litr bilan keldim, qorinda suv oldiga. Oyoqlarim shigan edi. Onsirashlar ham bor edi. Quvvatingiz yo'q edi. Quvvat yo'q edi. Gapirishga ham kuchingiz yo'q edi. Gapirishga ham kuchingiz yo'q edi. Gapira olmasdingiz. Bir marta lecheniya yozib berdingiz, mana 1 oyga yetdi. 10 kun lecheniyasi oldim. Qolgan katta tabletga nimalarni ichdim, giyohlar. Ana yozib bergan tabobat giyohlarimiz. Shular bilan yaxshi xudo xolasa ancha o'zgarish, mana 1 litr, 1,5 litr suv qoldi. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan videolaringiz fake, ya'ni yolg'on emasligini o'zingiz taningizda sezdingiz, ko'rdingiz. Sezdim, 100% desam bo'laveradi. Biz sizga kafolat berdikmi, tuzatib yuboramiz, zo'r qilib yuboramiz deb? Yo'q. Ha, to'g'ri. Transplantolog ko'rish kerak, vaziyatingiz jiddiy. Jigar almashtirish kerak deb aytdik-a, to'g'rimi? Lekin davolanib ko'raychi dedingiz, bir kurs lecheniya qilib ko'rdik va shu natijaga erishdik. Biz yozib bergan inyeksiyalarni qanaqa qabul qildingiz? Yaxshi. Yaxshi qabul Hech qildim. nimasi yo'q. Lekin boshlanishda olishga ancha qo'rqdinglar, o'zi cho'chishdi. Olishga. Vrachlar ham cho'chidi. Yaxshi bo'lib ketdi. Yo'q, quyayotgan odamlar ham birmuncha cho'chidi. Kuchli dori ekanda. Lekin nechinchi kun lecheniya olgan kuningiz foydasini sezdingiz? Ya'ni sistema ovozsiz qaysi kundan o'zi foydaga kirishni boshladingiz? 15-kundan. Ha, juda yaxshi. 10 kun lecheniya olganimizda 15-dan nimasini bildim. Kuchini sezdingiz foydasini. Chunki ekansizni metda ancha og'irdi. Qorni ko'pda bo'yatuvdi, shuni bilaman. Baraban bo'lib ketdi. Avvalo Xudo. Yaxshi. Salomat. Xudo xolasa zo'r bo'lib ketganingizdan video boradi aka. Hozir necha foiz yaxshiman bilasiz? 50-60% bormi? 70-80 70-80 juda yaxshi. Mana biz yozib bergan terapiya, mana dorivor giyohlarimiz, gepaneo, tubatsiklin, yodostrin, vivafen, gepaneo, mana bu keyin yozib bergan inyeksiyalar mana. Natalan ukoliga qo'shimchalarni yozib berganmiz do'stlar. Shu 4 ta kurs lecheniya qilingan. Va albatta ermasta bilan plazma quysin deb reanimatologga doktorning nomerini berdim. Bir olib tekshirtirib ko'rasizlar. Shuning uchun tushkunlikka tushib o'tirganlar. Mana bu odam aytayapti, mana o'zi ham yolg'on emas ekan, chin ekan. Yolg'on emas, hammasi rost. O'shaning uchun
Sizlar ham shifoxonaga yotib, yaxshi doktor ko'rigiga borib, terapiyalarni olsanglar, albatta shu odam olgan foydani olishlari mumkin. Hamma narsaga ilm javob beradi, ya'ni ilmga suyanib muolaja qilsa, albatta foyda ko'rishi mumkin. Mana bu aka ham juda og'ir ahvolda kelgan. Hozir sizdan oldin qolgan Gulxumor opalar chiqib ketdi-yu. Ularni Hindistonga jo'natuvdik. O'zi ketyotgandi. Qorni suvi bilan yetib bora olmasdi. Doktorlar suvini tushirtirib kelgan debdi. Keyin bir kursni ichida qildi, yaxshi bo'lib ketdi. Bir oy ichida normalniy bo'ldi, keyin 3 ta kursni ichida qildi. U vashti zo'r bo'lib ketdi. Hozirdan ularning videosini oldim. U hozirdan oradan to'g'ri 5 oy o'tdi. 5 oy o'tganda faqatgina miyasiga o'tirib qolibdi-da. Tabletka ichmasam mazam qochadi degan narsa. O'sha Veraspiron ichar ekan, bir donagina. Oldin kuniga 3 mahal, 4 mahal ichgan ekan. Hozir faqat kechasi kech payt ichyapman. Miyamga o'rnashib qolganlar, hamma erib o'tirib so'ra. Shunaqa deydi. Zo'r bo'lib ketdi mana bu. O'sha pesatga ketadigan pul cho'nchagiga qoldi masalan. Lekin tomon nazoratda yursang yaxshi o'rasan deyapmi? Normalniy yuribdi. Endi rejimni buzmasa. Rejim buzmasa shu. Endi drug peresatga kerak bo'lsa Hindistonga borib o'tirish shartmiz. O'zimizda ham qiladi Vohidovda. Milliy markazida qilyapti, normalniy. Endi unga borguncha qilmasin, endi vaziyat shu narsani taqozo qilib qolsa, endi qilinadi, iloji yo'q. Yaxshi, tamam. Ko'rinishlaringiz yaxshi menga qog'ozlaringiz. No'si nomerlarini qo'yib qo'yaman, xo'p. Endi ani savoli borlar yoki ixlos qilganlari bo'lsa, telefon so'rab oladi, xo'pmi? Bo'pti.